kashf qilgan. Jurnal birinchi marta Germaniyada chop etilgan. Bu 1663-yilda sodir bo'lgan. Nashr adabiyot va falsafaga bag'ishlangan edi. Turkiya ko'plab mazali shirinliklar vatani. Eng noodatiylari sut, shakar, dolchin, tovuq qiymasi va boshqa bir nechta mahsulotlardan tayyorlanadi. Dunyodagi eng qadimgi mushuk zotlardan biri Fors mushugi zoti hisoblanadi. U ilk marta Eronda paydo bo'lgan. Tailandning milliy ramzi fil. Bugungi kunda bu hayvonlarning faqat mingtachasi yovvoyi tabiatda yashaydi. Boshqalari, ya'ni bir necha mingdan ortig'i allaqachon xonakilashtirilgan. Buyuk Britaniyada otlarga har qanday o'xshash hayvonlar, jumladan ponilar, eshaklar va hatto hayvonot bog'laridagi zebralar ham pasportga ega bo'lishi kerak. Hujjat buklet yoki karta shaklida bo'lib, unda hayvonning yoshi va turi qayd etiladi.